Voy uyalib ketyapmiz. 22-lamiz juda qattiq uyalib ketyapmiz. Kecha kalyanxonaga bordik, erim bilan. Erim endi olib bordi, o'rtoqlari, ular xotinlar kelgan ekan, o'shanga bordik. O'shanga uyalmasdan, xotinini boshqa erkaklardan qizg'anmasdan klubga olib borgan deb yozibdi. Men bloger bo'lganimdan beri menimcha erim bilan klubda yurganimni ko'rasizlar-da. U o'tirganda ham ko'rardim, men taniydi ham. Men o'rtoqlarim bilan ham ko'p boraman. Endi nima deydi? Birov go'riga birov kirmaydi-da. Endi shunaqa kommentariy yozadiganlar nom nishonsizlar deyman-da, chunki na rasmi bo'ladi, na bir ismi bo'ladi, nom nishonsiz profil bo'ladi. Kimnidir nomidan ochib olingan bo'lsa kerak-da. Men birga boraman erim bilan. Erim ham olib boraveradi. Biz shunaqa. Bizni go'rimizga sizlar kirmaysizlar. Nima qilish kerak? Sizlarning eringiga o'xshab klubga boshqa birov bilan borib o'tirish kerak. Boshqa qizlar bilan o'tirsa, o'shanda dayis bo'lmaydi. Xotinni uyga qamash kerak, boshqa qizlar bilan borib o'tirish kerak. Shunaqa. Sho'ram ham sanabsizlar.